Kutmandуу күнүңүздөр менен. Арашан сүйүүчүлөр, учурда биз туугандар, коңшу туугандарга келдик. Өзбекстандабыз. Жасур аканын короона келдик туугандар. Учурда биз Фергана облусунун Кокон шаарына жакынкы Бешарык деген айылдабыз. Мына ушул сол жактан Жасур ака, ассаламу алейкум. Рахмат ака. Сиздин корооңузга келдик буйруса, экинчи жолу келдим. Биринчи келгенде видео тартпадым эле, эми тартайга. Майда. Рахмет. Жасур аканы мен 2021 Айнурөктө таанышканбыз, Айнурөктө таанышканбыз. Кыргызстан. Шонда ала баштагансыздар койду. Сонда баштаганбыз. 1 жыл болгон эди сонда баштаганыбыз. Жасур ака ошондо барып жүргөн, Бишкектен көрүшкөнбүз, бир маршрутка отуруп Көлгө барганбыз, кайра Бишкекке келгенбиз, Карабалтага барганбыз. Кыскасы, Жасур ака дагы мындайча айтканда Кыргызстанда көп короолорду көрүп койгон. Анда баштайык. Могул жерде бизде Кыргызстанда атактуу Титаник бар, билесиздер. Титаник азыр Баткен жамаатында, мына ошол Титаниктин баласы экен. Бул өзү Ришат агадан чыккан кочкор экен. Титаник Ришат ага десе түшүнөт кайсы Титаник экен. Жанагы 110 000 долларга Казакстан атаман сатылды. Атамандын атасы мына Кыргызстанда Титаниктин баласы 22 000 долларга сатылды эле. Мына ушундай кыскасы жакшы линиядан кочкор алып келиптир. Өзүнүн койлору бар экен, Кыргызстандан алып келген. Мына ушуларды бүгүн биз сиздерге чагылдырып беребиз. Селекция жолунда жаңы жолго түшкөн агабыз. Тагыраак айтканда, алып келген койлору көп сатылбайт экен. Буюрса мындай селекциялык көз караш менен экен да. Буюрса Жасур ака, анда баштадык. Буюрса мына таң азанда деп коё бул жакта эрте менен деген да. Түшүнүп калдым сиздер менен. Эрте менен, өзбекче айтканда азанда. Кыргызстан саат менен 9. Буюрса баштайык анда. Погода өтө сонун. Кыргызстанда күн суутуп калды. Бул жак салкын, сонун жер экен. Жасур ака айтыңыз, история кандай болду? Кантип баштап калдыңыз? Качан койлорду алып келдиңиз? Бул кочкор качан келди дегендей. Şu biz Kırgızistan'da birinci ötken выставкаларда YouTube'da başladı. 2019 yıllar. Şundan bir seleksiya qilib, o'sha bilimimizni ham yildan yilga oshirib boryapmiz da. Biz Обязательно qo'ylarimizda ranglarini svetli qilish uchun oldik. Xudoyim buyursa bu qo'llari ham, hammasi chiqqanlari ham. Shuning uchun shu qo'chqorimizni ham nimalarda Ramin ukamizga berganmiz. Ramin ukamizga berganmiz. Xudoyim buyursa olgan qo'chqorlarimiz yomon emas, Qirg'izistondan yaxshi bola beryapti. Yaxshi nimalari ham yaxshi, bo'ylari ham, nimalari ham bir nima holatda boqimiz kerak. Shuning uchun buni turib endi Xudo svetli ishlaymiz endi, Xudoyim buyursa. Bu qancha yosh o'zi qo'chqor? Qo'chqor shunda tishiga yetganda 4 tishdan 6 tishga endi o'tyapti. 2,5 yoshida-ku 6 tish jarib tishlaydi o'zi. Mana endi bu yorishni boshlagan bo'lsa kerak, mana tishini mana. Жаңы jarib tur, mana bu yoq jag'ini ko'rsatib qo'yaq. Жаңы. Altın tishleri жаңы jarib tur. 2-3 kun эле болуп тура. Bir yarıştı başladı. Qo'chqoringiz bo'yicha keleli. Yaxshi qo'chqor olibsiz Qirg'izistondan. Quloqlari qancha chiqadi bundan, shep? Buni quloq biroq cho'ng ekan, jan. Ana qalin quloq ekan. Qalin quloq. Buni boshi ham katta bo'lgani uchun yog' uzun ekan. Biroq chistotasi kuchli ekan. Chistotasi kuchli. Quyrug'ida razres yaxshi ekan. Razres kutamiz bundan yesuv bo'lish kerak. Bolalar ham nimalari urg'ochilarda ham
Shu qarab turib, shularni chachishtirib, xudo xolasa biz ham yaxshi rezultat ko'rmoqchimiz, Esenbek. İşingizga Allohim baraka bersin. Aka, siz qo'chqor qarmab turasizmi kelibda? Siz bir kishini qo'chqorda olib kelaverasiz. Fransuz Napoleonning nevarasi bor ekan. Jasur aka, qo'chqorimiz zo'r ekan. Bu yoqda dag'ili chistataga ko'ngil bosda Qirg'izistondagi. Ochvalik. Qo'yga fokus o'xshash bu? Ha? Bu yoqda da o'xshash. Quloqdu, bo'ylu, bo'yli. Quloq bo'yi qancha chiqadi? Buni bo'yi hozir 99 shunaqa, 98-99. Padmetr. Padmetr. Xudo xohlash. Aralarni ko'ryapmiz-da. Shartli bo'ldi. Hak, Jasur aka orqangizdan qarang ham. To'qlari, buni to'qlarmi bu yil? Bir jashdan o'tganlarmi, ekitishlar? Bular to'qlarimiz o'zimizda mana shuni to'qlar, ne liniya? O'zimizda keyin nimada karabilni pryamoy faqat qolgan даже qaysi qo'y? Chi ham yo'q. Ana o katta qo'y bu. O peska blokni tagiga o'tdi. Ha, shu katta qo'y, o turibdi. O shu. Onun balasi bor yo'q sizda? Menda balasi yo'q. Menda shuni sherigini, krasavchikni qizi bor edi yana bitta. Uni Said Komilga shunda turibdi. O'zimiz chiqarganmiz. Shuni hozir qo'shini ko'rsatamiz sizlarga. Mana 3 ta bizga berdik. Bular sotildi o'zi. Ha, sotildi. Shu akamizga berib yubordik. Boshqalarga bormi? Men hech kim tanımayman, biroq arashan qilayin deganlarga bormi? Qo'qon joqdan birdir qo'y olam desa sotasiz. Ha, xudo sotamiz, qo'chqarchalardan sotamiz. Endi urg'ochilar sotmaymiz paka. Urg'ochilarni o'zimiz nima qilamiz? Endi Botir akamiz biz 20 yilda tepasida birga og'ayni bo'lganmiz. Shu odamga endi yo'q desak bo'lmasdi, shuning uchun berdik. Qirg'izistonga borsangiz dag'i bir 200 ta zo'r qo'y turib sot desang yo'q deydi. Ha, Qirg'iziston. Endi Qirg'iziston tanish yo'q desak endi biz O'zbekiston motivatsiyasini Qirg'izistondan, Qozog'istondan oldik endi. Do'stlarimizda mana boqib, mana xudo xolasa hozir xuddi kichkina paydaga chiqib qoldingizmi? Уже biz paydaga chiqib qoldik. Bu yurib bitta bo'y berdi-da. Ha, mana Grizli degan qo'chqarimizni Ramin ukamizga sotdik $16,000 Buxoroga sotdik bitta qo'zini $5,800 Sotib o'tasiz sekin-sekin. Ha, shu erkak qo'zilar sotyapmiz. O'pshi qancha arashan qo'yingiz bor o'zi? Hozir shu 18 dona, 20 dona arashan qo'yimiz bor. Qachon tug'ilib boshlaydi qo'zilar? Qo'zilar tug'ilishni boshlaydi qo'zilar. Mana Titanikda shuni qo'zilar. Ha, shuni qo'zilardan tushishni boshlaydi endi. Bu. Qanaqda erkaklar sotiladi shu manzilda? Ya, erkaklari sotiladi. Qo'zi qo'chqor bog'am deganlar. O'zi uyda qo'chqor boqqan zo'r narsa-da, qo'zi bog'idan, ha? Shunaqa, qo'y boqqan. Jasur aka, bu qanday qo'chqor edi? Bu Bu Napoleon'un nevresi ha bular? Ha. Bu Napoleon'un nevresi. Aradan optirib Tak, bu liniya Napoleon. Aka, burada Napoleon'ni fransuzski liniya deb aytadilar-da. Biroq
баягы birinchi жол Маевкада баягы Славик болгон да. Bo'g'ilyapti. Кыскасы акыркы убактарда Славик айтып атат. Мындайча айтканда көп адамдан талаш болуп туруп, Наполеон француздун баласы эмес, француздун бир тууганы деп туруп, мындайча айтканда экөө бир кочкордун баласы болуп атат, анан бир болот да, экөөчү. Азыр эми Наполеон өзүнчө линия болду, француз өзүнчө линия болду. Бирок мурда адамдар баш айланып Наполеондун француздун баласы деп кыскасы эки версия бар азыр. Бул качан болду? Мына быйыл Орозодо ушул тема көтөрүлүп Кыргызстанда, анан Славиктин сөзүн уктум мен. Ушундай. Менин бир тууганымда дагы Наполеондун баласы бар, Ысык-Көлдөн келген. Сиздин кочкоруңуз барго? Атасы экөө бир тууган, Ысык-Көлдөн келген ал. Бир тууган. Ana şonu менен талашып отуруп, кыскасы Наполеон өзүнчө линия болду. Бирок таги бир. Батыр акамга шуну Ana şu qoz 11 kilogram tuğulgan ha? Şu da Kaçtak zor ekan. Kaçtagi zor. Bunun to'shlari ham juda boshqacha yesemlik. Mana qo'zi boqib o'tiribmiz. Bunaqa to'shi bizda Xudo xolasa shunaqa Quloqlari qancha bo'ldi ekan? 20 dan oshiq quloqlari. Yeniga 21 bo'yinlar chiqadi. O kaçta? Ko'zlari ochilib kelyapti, aylanib. Ha, ochilib, oqarib kelyapti. Mana yoqlari. Og'arat ekan, ha? Bu nega ves o'g'ir bo'lgan deymi? Mana. Abdulakkalega aytmoqchi, mana yerda qara. Mana bel korpus. Men o'z belning korpusini yaxshi ko'rdim-da, любой yerda aytaman. Mana. Mana yerdan mana yerga cheyin o'z vesni shu yer beradi, o'zi negizechi. Sonra ulkan bo'lgan. Qachon tug'ilgan? Qo'shqo'rg'onda, va men tartgandan kelib shu. Tartgansiz. Otasında tatqanbız. Ondan Qirg'izistonga O'zbekistonga birinchi jol kelib, xorlagan qo'rg'on tartgan edik. Shu qo'zi kishnekey bo'lchi. Siz Xudo xolasa xayrlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qo'zisini ayaming bizga berdi. Maşallah. Bu satılawja qalab o'zing. Malıştın kızları, ha? Xudo. Biz buni. Bo'ldi aka, buni endi siz qamay bering. O'ko'z suylaşaylik. Mana qo'chqorni kirib ketdi-da, buni stoykasini ko'rsatayin endi. Beri quvib chiqsa bo'ladimi aka? Qaqa, baqami? Boshqanlar. Ko'raylikchi boshqanlar. Mana qo'ylar, Arashan qo'ylar, Qirg'izistondan kelgan qo'ylar ekan. Bu yerda 12 bosh qo'y turadi. Talada 6 bosh qo'y bor ekan. Ular kelib qo'chqorda to'xtab ketgan. Bu жаққа qo'y tug'ganda, anan o'rganda, anan keyin qo'chqordan qacharda olib kelasiz-da bu yoqqa, boshqa yoqda talaga olib tashlaysiz. Shunday. Maşallah. Bu qo'lga uyratib qo'yibsiz-ku, jebe shundaymi? Maşallah. Bu uda. Jetelengchi bo'lsa qo'yayinchi men. Maşallah. Qo'chqor qozoqcha aytganda adem ekan. Bu chistotaga bag'itlangan qo'chqor ekan, ha? Allohlarida shuni bolalarni ko'paytirmoqchimiz. Shasir aka, sizning bo'yingiz jomon uzun ekanda qo'chqorlar kichkina ko'rinib qoladi ekan. Ha, meni Siz o'zingiz bunda shkaf kishigan. Maşallah, qo'chqor biroq son ekan, pod metr, quloqlari 21 chiqadi, chistotasi bor, suluqlik o'ta so'nin. Quyrug'i приспушенный, buni Qirg'izistonda приспушенный deydi. Biroq var İskender bag'ı bizning o'z banditrovshiklar bor-da, o'shalar bilet qo'yar, bunday chamamda deyim-da.
Buni kirgizaversin dema. Biroq chistapasi o'ta kuchli ekan, nima? Maşallah. Malış keçkasi. Hoppa. Zo'r. Bu orqasidan qarasang da zo'r ko'rinadi ekan, oldidan qarasang da boshqani zo'r ekan, ha? Mana qarangizlar. Maşallah. Jasur aka qo'ylarga kelayegan. Tak, siz Bizda mavsumida 2 marta yem beramiz. Bir abilkadan o'tkazdirilgan arpa, bug'doy, jo'xori. Gideta hozir qo'ylar bir kunda 250 grammdan yeydi bir mahaliga. Shunda bir kunlik nimasi 500 gram bo'lyapti bitta qo'yga. Varmaymiz, juda ham ariq ushlamaymiz. Nimagaki qo'zilar bir paytda tug'iladi. Har xil o'yda tug'ilmaydi. Qo'ylarni etini shuning uchun bir xil razmerda ushlab boramizda, harakat qilamiz shunga ushlashga. Keyin bunga qo'ylar bermaymiz. Qishda qisqasi biz meni o'xshash ekanda, cho'p yo'q turku uydan berasizlar. Uydan beramiz. Qo'ylar qishda bu yoqqa taladag'larda keladi? Keladi. Taladag'lar, shetda bo'shatib turib hammasini shekka qarmaymiz. Cho'pni jiyib qo'yibsan, klimat bo'yicha. Qo'qon issiq yerda, Qo'qon o'tala issiq yer. Joyda qanday bo'ladi issiq kelganda? Issiq kelganda biz Arashanni olib kelgandan keyin shu narsani tushunib yetdikki, Arashan juda ham tez adaptatsiya bo'lar ekan. Sovuq mamlakat bo'lsa ham mana biz Arashan boqadi, gaplashib turamiz. Nimadagi issiq joydagilar ham mana Buxoro, Navoiy, Surxondaryo ham bizda ham juda ham issiq, bizdan, даже Qo'qondan ham issiq. Ularda ham yaxshi rezultatlar. Men shundan bildimki, bu Arashan joylar moslashar ekan. Bu Zesovoy cho'ng bo'lgani bilan jengil qiymallaydi. Ko'rdingiz, 160 kg vesda bemalol yurib, yugurib yuraverar ekan. Ürkütsangiz bir. Temirdan. Ko'rdingizmi bular? Bunday. Qo'lga jo'sh, talag'asi jaman chatoqda bular. Bo'lish kerak. Hova. Quruq bo'lish kerak. Bu emas kerak. Qo'yni bitta joyga tiqib bo'lmaydi. Keyin tashlaymiz. Shundan tushgan qo'ydan suyuqlik toshlar sinib ketadi. Kasal bo'lmaydi. Qo'zg'alib katta tashlasangchi, mayda toshni chizib chiqqansizlar bu. Yo'q, katta tuxumga keladigan toshlarni tashlab, tekislab chiqqanmiz birinchi. Qalasi yo'q, dumaloq tosh. Bas, sayda shag'ildin, to'g'loq toshlar. Ular biroq betini o'sha go'ng bosib qoldi. Jana sizga aytdim-ku, aslida quruq qarmash bu zo'r narsa-da, boya ayriqda boya qo'z tug'ganda dedim-ku, qozlar tug'ilganda ba o'z emet-ku 3 kun, bir juma. O'shanda ba ichi qizib qozlarni ko'p suv yerda izlab jatib oladi-da, o'pkasini olib qo'yadi-da, ko'p bilinmaydi. Al cho'ng'ayotdagi boya o'sha 7-8 ay, 9 ay bo'lganda pashilda o'pkasini urib qoladi, bilasizmi? Qararib keyin bronxit bo'lib o'ladi o'sha. Shunaqa, men Arashanni parodasini, tozasini olish kerak. Tozasini olgandan keyin bu tozasini olish birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masala qo'ydiga to'g'ri qarash. Qo'yga to'g'ri qaralmasa bu yaxshi rezultat bermaydi qo'y. Yoki ozib ketsa, yoki boshqa bo'lsa, yoki bironta kasallik rivojlansa, ki obязательно toza ushlash kerak, oxirlari quruq bo'lish kerak, yeydigan joylari ham quruq bo'lish kerak. Biz yasaymiz. Chig'ach. Yog'och. Haqiqiy sasnadan yasab turib, 5lik taxtadan yasaganmiz, qo'yga biz foydasi bor deb o'ylaymiz. Temirdan ko'ra. Maşallah. O'z usloviya bor. Usloviya bor. Hamma narsasi masalan, o'sha Qirg'iziston kallaga metr bo'lish kerak. Qo'y hurkiganda ham biron narsadan boshini tez chiqarib ketadi.
Bironta joyini urib olmaydi yo sug'urib olmaydi. Biri boshini salib olsa, biri surib ketadi. Shunaqa bo'lmaydi. Shulardan o'lchab, hamma narsa o'lchab qilingan bu yerda. Ozgina, sozgina. Ozgina, sozgina. Skvoznak yo'q ekan, ha? Ha, skvoznak yo'q. Bu yerda tepada fortchka bor, undan kirib turadi. Lekin solgan joyimiz обязательно Esenbek, bu yurgan joyimizdan ko'tarib qilganmiz joyda. Qo'ydi joyini. Обязательно ko'tarish kerak. Nimaga suv zax joyga yaqin bo'lmas kerak. Qo'yga quruq joy yoqadi. Quruq joyni suyadi qo'y. Qo'y quruqni yaxshi ko'radi. Apasin bu qo'y mo'minda o'rg'an aytmay jataveradi-da bo'lchi. Anan sizak urib tishlaydi buni. Buniki Esenbek обязательно qo'y olib kelgandan keyin qo'raga tekshirish kerak. Hozir ko'p kollegalarimiz bilan shu narsa to'g'risida, mavzu to'g'risida nima qilamiz? Tortishamiz. Endi men aytgan kiyimizda tashlamaydi, tug'ib yuraveradi. Lekin bu shunaqa kasallik, bruselyoz. Shuning uchun narsa olish qiyin ekan-da. Ha, seni tekshirtirib olish kerak. Bruselyoz kasali bo'lmasligi kerak qo'yda. Bo'ldi. Tak. Jasur aka, endi cho'tka aytib qo'ying. Mana siz O'zbekistonda Qo'qonda o'tirasiz, Fergana, Vodiyda deb qo'ying. Olam deganlarga ne var, ne yo'q, dalneyshim ne bo'ladi, qo'ylarning soni ko'p, qachon urg'och qo'l sotasiz, qachon erkak sotasiz? Nima xudo yana bir partiya olib kelamiz Qirg'izistondan. Bularni sotamiz, lekin urg'ochlarni sotmaymiz. Qo'shlar qoladi. Urg'ochlar qoladi. Hozir o'zimizga tushgan qo'chqarchani ham sotmaymiz, seleksiyaga olib qolamiz. Nimani? Hozir danli moment sotibqa yo'q. Sotuvga danli moment yo'q. Biroq siz ko'z qarash qanday? Sotmay seleksiya qilayin deysiz, bitta foyda bo'lsa sotib tashlayverasizmi? Yo'q, biz avvalo shu O'zbekistonda shuni seleksiya qilmoqchimiz ko'proq. Hozir sotishga emas buni. Hozirda bizdan so'ragan odam ko'p, qo'ylarda boshqasini sotgandan ko'proq seleksiya qilganimiz foydaliroq deyman. Qirg'izistondan dag'al o'tasizlar. Tag'in olyapmiz Qirg'izistondan. Xudo xolasa yo'lda ham kelyapti hozir qo'ylarimiz. Bo'ldi, tug'anlar. Jasur aka, qo'rog'ingizga beraka. Rahmat. Kelib turayin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Basib kelgan qadamingizga. Botganda past chog'da ekansiz. Hozir men uyimga hozir ishdandan granitsadan o'sam 2 soatda yetaman. Biroq men Bishkekda turaman. Ayda uy bor. Bu yoqqa kelib turaman. Buyursa bo'lsa, dag'i kelamiz buyursa. Xudo xolasa kelib turinglar. Biz ham mana Qirg'izistonga bordik. Turnirlarga bordik. Issiqko'l jamoati, Qorabolta jamoati, Bishkekda hamma jamoatlar mehmon qilib, Xudoyim buyursa, biz ham sizlarga yetaklik qilib turib yetib berik. Mana shunchalik mana qo'ylar ko'paytirgani yordam berdilaring. Qirg'izistonda taniganlaringizga salom aytib qo'ying ham. Ko'rish olmaysangiz kerak. Qirg'izistondagi shu ayrim sabablarga ko'ra men Qirg'izistonga bora olganim yo'q hozir. Shuncha Qirg'izistondagi do'stlarimga, nimalarimga bizatni salom aytaman. Tanijoni sog' bo'lsin hammasini, umri uzoq bo'lsin. Mana shu Qirg'izistonda mana shu ustozlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Hammasi tanijoni sog' bo'lsin. Bo'ldi, tug'anlar. Buyursa, mana men o'zim qisqacha o'yim aytib qo'yay. Qo'y alam desangizlar, mana Qo'chqor Titanikning balasi. Titanik Qirg'izistonda taqti Qo'chqor. Qo'ylardagi Abdulla Sharipov, bunday boshqa qo'roqlardan da kelgan qo'ylar ekan. Qo'yning eksteriyeri emas, liniyasida turib tashlab qo'yaveradi. Tushunmay qolasan. Ha, shunaqa. Liniyasiga обязательно e'tibor berish kerak. Genetikasi bu yerda. Kuchli genetika bo'lish kerak ikkala tomon ham. O'shanday. O'shaning uchun liniyani kolleksiya qilib qarmab turaverish kerak. Ha, shunaqa. O'shaning uchun liniyasi bilan deydi-ku, buyursa andamasa qiyindan qiyin, tektudan tektu tug'iladi deydi qirg'izcha tug'anlar. Anda tegi bilan qarmay beringizlar, qo'y alam deganlar bo'lsa, buyursa Jasur akaga chalib, baylanishib, vodiyda olsangizlar kelib sayohat qilib ketsangizlar bo'ladi ekan.